Hozirgina 6 yoshli bemorimizni septoplastika operatsiyasini tugatdik. Bu bemordagi asosiy muammo bir tarafdan umuman nafas olmayapti, ya'ni burun to'sig'i keskin bir tarafga qiyshaygan. Shuning uchun ham 6 yoshdagi bemorlarda ham septoplastika operatsiyasi o'tkazsa bo'ladi. Bu o'ziga yarasha texnika, o'ziga yarasha bir instrumentlar talab qilinadi va biz shu narsalarda bizda borligi uchun bu operatsiyani o'tkazdik. Xudo xohlasa natijalarni albatta qo'yib boramiz. Oldingi holatlarda 12-14 yoshda o'tkazsin degan bir tushunchalar bo'ladi. Hozirgi kunda metodlar o'zgardi va texnikalar o'zgargani hisobiga bu narsalarni amalga oshirsa bo'ladi. Ya'ni yoshlarda ham, kichkina bolalarda ham septoplastika amaliyotini qilsa bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting. Albatta qiziqarli ma'lumotlar qo'yib boramiz.